Assalomu alaykum. Biz Shamirzayev Bobomurod To'xtamuratovich akani xonadonidamiz. Bu kishi 20 million so'mlik oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kredit ajratilgan. Bu kishi chorvachilik ishlarini yo'lga qo'ygan. Parnikni rivojlantiryapti. Hovlisidan 2-3 marta hosil yig'ib oladi. Undan tashqari oilasi, farzandlari hammasi shu ish bilan band. Oldin kredit olmasdan oldin 10-15 million so'm daromad qilardi. Hozir 60-70 million so'mlik daromad qilyapti. Shu nimani foydasini orqasidan farzandlari, oilasi farovon yashayapti. Shu nimani orqasidan to'y qilyapti, farzandlarini o'qityapti, oliy ma'lumotli qilib. Barcha ish bilan band. Yaxshi tadbirkorligini yaxshi yo'lga qo'yib olgan, rivojlantirib ish yuritib kelyapti.